Hürmetli vatandaşlar, leksiyimizde başlayımız. Biz leksiya sözlep gelip atımız vatandaşlarımızdan eside olsa gerek. Mesela 3. ayının 19. günü Amerika Birleşik Ştatlarının devlet iştirakatı ve rəqəstildirsin. Asiyani ziyaret kılıp, Koriya ve Japonya'nı ziyaret kılıp Jungo'ya geldi. Jungo'nu ziyaret kıldı. Şundan burun Amerika Birleşik Ştatları Devlet Mahkemesi'nin yardımcı devlet iştirakatı Sözün Toronto hanım şu vaqtida bayanat e'lon qildi degandek e'lon qilib mundaq degan edi. Biz bu qatim Jungo bilan favqulodda munosabat o'rnatamiz. Ya'ni Jungo bilan favqulodda hamkorlik munosabati o'rnatamiz deb degan edi. Endi bugun shuning natijalari yetib kelyapti. Diqqat vatandoshlar. Mavzu mundaq. Amerika bilan Jungo hamkorlashishni planladi. Amerika yuqori darajada baholab zo'r natija deb ko'rsatdi. Mavzuli xabar 5-ayning 12-kuni Vanvitor betida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Jungo Amerika tunigun o'xshash bir vaqtda jakarlab, yezi egilik mahsulotlari savdosi, pul muomala mulozimati, mablag' selish va energiya qatorli sohalarda masalalar bo'yicha savdo kelishimi imzoladik dedi. Jungo Amerika'nın inovatif qarz bağlash organları ve inovatif qarz tarqitish şirketlerine bozorni ochib etishga qo'shildi. Demak, Jungo hozir Amerika'nın şirketleriga bozorni ochib etishga qo'shildi. Hamda Amerika'nın kala go'shtini 10 turi bo'yicha import qilishni asliga keltirib Amerika Jungo o'rtasida zo'r ko'lamli ta'tir farqni azaytish planining mazmunlarini oshkorladi. Bu albatta Amerika Jungo ikki davlat boshliqlarining o'tgan oyda uchrashganda ilgari surmoqchi bo'lgan Jungo Amerika iqtisodiy hamkorlik 100 kunlik planining natijasidir. Amerika Savdo Ministerligi bu kelishimni yuqori baho berdi. Amerika Jungo savdo munosabatlari tarixidagi barliq natijalardan olqib ketgan natija deb qaradi. Amerika Jungo savdo munosabat tarixidagi barliq natijalardan olqib ketgan natija deb ko'rsatdi. 100 kunlik planning dastlabki natija taloniga asoslanganda yetib keladigan vaqt 7. ayının 16. günüdün burun Jungo taraf chet el kapital muamele pul mülazimet şirketi, inovatni baholash mulozimati ve Amerika kapitali elektronlik to'lam mulozimati bilan ta'minlovchi savdogarlarning iltimosiga yo'l qo'yishga qo'shilib, dal vaqtida umumyuzlik bozorni ochib etishni ishga oshirgan bo'ldi. Bu Jungo'nun Amerika'ya bergan va'dasi. Amerika Jungo kelishimi hosil qildi. Bu yana bir xabar. Amerika Jungo'ga eksport qilishni kengaytirdi. Amerika Jungo'ga eksport qilishni kengaytirdi. Mavzuli xabar 5-ayning 13-kuni Vanvitor betida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Amerika'da her qaysi cho'ng matbuotlar 13-kuni birdek xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Amerika hukumati 11-kuni Jungo hukumati bilan mazmuni keng bir kelishim imzolaganligini, Jungo hukumatining bozorni ochib etishni kengaytirishga qo'shilib, Amerika yezigilik mahsulotlari va elektronlik to'lam mulozimati, tabiiy gaz va boshqa mahsulotlarning Jungoning bozoriga kirishiga qo'shilganligini jakarladi. Hem Jungo taraf jakarladi, hem Amerika taraf jakarladi. Wall Street gazeti xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Aqsaray 10 nuqtalik plan e'lon qildi. Bu ishning ichidagi bir qism siyosatlarda Jungo Amerika ikki davlat o'rtasidagi uzundan beri davomlashgan ixtiloflarda yumshash ahvoli ko'rildi. Amerika'nın savdo ministri Wilbur Ross Aqsaray yuqorqi siyosatni e'lon qilganda mundaq ko'rsatdi. Amerika Jungo munosabati hozir yana bir yuksaklikka ko'tarildi. Bo'libmi savdo sohasida.
Cumhurbaşkanı Reis Xi Jinping 4. ayının başlarında Prezident Trump bilen Florida ştatı köl boyu aram gahide uçraşkandan keyin iki devlet o'rtasida yangi iqtisod söhbeti başlangan idi. Yuqorqi planning imzolanishi şu söhbetning natijalarining bir qismidir. Bu plan qaysi darajada Amerika Cumhuriyeti savdosidagi ta'siri farqni tugatlaydi? Bu taraf tehi aniq emas. Amerika Cumhuriyeti o'rtasidagi savdo ta'siri farqi o'tgan yil 300 milliard 470 milyon dollarga yetdi. Ta'siri farq Prezident Trump izchil og'rinib yurgan muhim bir ish edi. Cumhuriyetning bozorni echib etishiga qarta javob bilan javoban Amerika Qo'shma Shtatlari Cumhuriyet şirketlerining Amerikaga mablag' solishini qarshi elishga va'da berdi. Demak, yuqorqi ishga xabarda ko'rsatdik. Dedikki, hozir Cumhuriyet Amerika şirketlariga pul muomala mulozimatiga va boshqa mulozimat kasblariga bozorda echib etdi. Qisqasi, Cumhuriyet Amerikaga bozorda echib etdi. Buningga javoban Amerika Qo'shma Shtatlari Cumhuriyet şirketlarining Amerikaga mablag' solishini qarshi oladiganligini bildirdi. Amerikaning yuqorqi 10 nuqtalik planı e'lon qilgan vaqti Reis Xi Jinping riyosatchiligida chaqirilgan bir belbog' bir yo'l plani yuqori darajaliklar yig'inining ochilish vaqtiga to'g'ri keldi. Reis Xi Jinping o'tirib qo'ygan bir belbog' bir yo'l tashabbusi Ipak yo'li bir belbog' savdosini asli keltirishni maqsad qiladi. New York vaqtgiz xabar qilib mundaq ko'rsatdi. 11 kuni kechda ikki davlat o'rtasida imzolangan kelishimni oshkorlash Prezident Trump hukumatining Cumhuriyet bilan bo'lgan munosabatni yumshatishga urinayotganligidan darak berdi. Demak, savdoda g'alaba qildi, savdoda kelishim hosil qildi, kelishim imzoladi. Buningdan maqsadning Cumhuriyet bilan Amerika o'rtasidagi munosabatni yumshatishdan darak berdiganligini ko'rsatdi. O'xshashla, Amerika Beijingda ochilgan yuqori darajadagi bir belbog' bir yo'l yig'iniga vakil avatib, qatnashtirganligini jakardi. Mush munosabatlarni ham Cumhuriyetni xo'sh qilib, Amerika g'arb dunyosi birinchi bo'lib, endi Italiyadan keyin qolsalar, yuqori darajadagi rahbar emas, balki vakillar uyiga avatib Beijingdagi yig'in qatnashtirgan bo'ldi. Bu Reis Xi Jinpingning g'alabasi bo'lib hisoblanadi. Bir yo'l bir belbog' xalqaro mablag' solish tashabbusini Amerika muhokama qiladigan bo'ldi. Savdo kelishimi, po'lat temir, alyumin va mashina zapchastlari qatorliq mahsulotlarga berib taqalatdi. Demak, endi hozir biz 1-oydan boshlab hozirgacha 1-oyning 20-kuni Prezident Trump vazifa oldirgandan boshlab hozirgacha Cumhuriyet Amerika o'rtasida bo'lib o'tgan söz ve fikirler, matbuat yüzü ve yoki Twitter'larga Prezident Trump'ның xat yazıp Cumhuriyet to'g'ri so'zlaganlar edeyle. Hammasi bo'lib emjemi bugun kuni kelganda 5-oyning 11-kuni ikki davlat o'rtasida savdo kelishimi imzolandi dedi. Ikki davlat munosabati shuning bilan yaxshilanish davriga kirdi. Bu savdo sohasidagi ish. Endi savdo sohasidagi munosabat yaxshilangan ekan, xo'sh, siyoset sahasida qanday bo'ladi? Biz tuvanda vatandoshlarimiz bilan buni analiz qilamiz.